Xo'sh, endi shu uzundan buyon Amerikaningki, bo'libmi Trampningki, Yevropa davlatlari, bo'libmi NATOdan nihoyatda bearam norozi bo'layotganligini hammamiz bilamiz. Pat-pat buni o'tirib qo'yib turyapti. Ham shu yig'inga NATOga yig'inga agarda Trump bilan qatim yig'inda qanchagan qatim buni dedim. Men do'stim Erdo'g'an uchun keldim. Bo'lmasa u taklif qilib turg'achqa u bu degandek so'zlarni qildi ham deb. Andan keyin shu yig'inda yana hammadan ko'zga cheliqqan narsa nurg'un, ya'ni nihoyat zo'r summada yig'inninki birinchi kundan bu mudofaa munbiri o'tkazildi hamda. Shu qurol yaroq mudofaa Turkiyaning asosan bo'lsin eng oldingi planga chiqqan mashhur butun qurol yaroqlarni u yerda butun bu davlat rahbarlariga ko'rsatib va shu yig'inda nurg'unlagan kelishimlar elib berildi hamda to'xtamlar tuzildi degandek. Tafsilotga kirsak nihoyat uzun masala. Bu albatta Turkiyaninki naqadar bu harbiy sohada qancha kuchga ega ekanligini aniq ko'rsatgan nuqta bo'ldi hamda. Ham bu kelishimlarga qarasak tafsilotga nurg'un masalalar. Bundan keyingi bosqichda Yevropaninki, NATOninki shu masalan Mark Rutte bosh kotib Turkiyada 3000 dan ortiq mudofaa sohasida shirkat borligini, bu NATO uchun Turkiyaning qancha ahamiyatli ekanligini qanchadan qatim so'zladi hamda. Bu shaxsga fikringizni olgan bo'lsak, hammasini ko'ziga tiqib ko'rsatdik hamda. To'g'ri, bu konsen nima deymiz, bu normal, ya'ni bu yadro qurol ishlatmagan jangni qildigan bo'lsa, Xo'sh. Türkiye şu NATO'nunki ichida harbiy kuchi jihatda ikkinchi o'rinda turdi. Çünkü Türkiye'de de bir yadro kural yok. Şununla yadro kural uruşu olsa o başka bir uruş hem de o yaşar tügeymiş. Hemimiz ölümüz hem de. Xo'sh. Onundan sırtı eğer de bir cam olsa Türkiye'ninki, Ermeni'ninki uruş gücü olsun, Ermeni'ninki nizamı olsun, talim terbiye olsun, sahne olsun. Hemisi şu NATO'dan, Amerika'dan kalsa ikinci orunda durduğunu o inik bir ahval. Hem de Avrupa devletlerde mesela iktisat cihetten, teknoloji cihetten güçlü olan devletler var. İngiltere deyimiz, Germaniya deyimiz. Türkiye'den güçlük ama bunların ki her bir güçlük emas degende şu ikinci dünya uruşudan keyin Avrupa pek vayron bo'lib ketdi. Amerika Avrupa'nı qutqizish uchun bir Marshall planı deb bir planni o'tirib qo'ydi. Bu plan nima deganda Sovyetlarga qarshi Avrupa'nın iqtisodini kuchlantirishga mecbur. Ama bu harbiy kuchi ojiz bo'lgandan keyin Amerika bu yerda harbiy kuchi bilan bularni qo'llab qolsin deb bunday bir tushuncha bilan boshlagan. Şununla bu Avrupa'nın iktisadi terakkiyatla Amerika'nınki başta nurgun pullarını berip, bazı pullar bika verilgen, bazıları bajvila verilgen, değil mi? 13. ödeydigan kılıp, töleydigan kılıp, başında kılgan. Avrupa bu iktisadını asla güçlendirip, Rusya birlikte Amerika'nın ermisima Avrupa'nın xil devletlerde yerleşken oldu. 1947'de bu soğuk uruşununki resmi başlıganlığını ve 49'da şu Amerika ve Avrupa devletleri bulup Atlantik okyanusunun iki taraftaki devletler birlikte bir harbiy güçünü kurmasak olmaydı ki degan tushunchalar bu hozirgi bizda vatgan NATO kuruldu. Yani qanday oldu deganda NATO Avrupa şu devletlarninki xavfsizlik jihatda harbiy mudofaa jihatda qo'llaydigan bir kuchga aylandi. Avrupa devletleri olsa bu iqtisod kuchi bilan o'zininki şu jamiyatni güllendirish, halkınki yaşaş seviyeni, yani turmuş seviyeni üstürüş, sosyal devlet degen hukum bilan, yani harbiy jihatda, mudofaa jihatda jiq mablag' sig'madi. Ko'pincha zamonda shu Amerikaga beqinib qolgan gap.
hem harbiy şu kural teknoloji jettin bolsun, meyli uruş janınki nezariyesi, planları bolsun, hemsi Amerika'dan yardım ağa yoki Amerika bularni bir şemsiyede qo'g'dab qolgan. Shuningga bu sahada, yani harbiy sahada aciz Yevropa. Hamda bu Trump kelgandan beri aslında birinchi qitim shu hokimiyat beshig'i kelgan chog'dalar degandi. Bu NATO o'zgarmasi bo'lmaydi. Shu mudofaa uchun qajilgan pulni ko'paytmasa bo'lmaydi. Agarda ko'paytmayman, yana mushtaq yashayman deydigan bo'lsanglar, men Amerika bu tashkilotdan chiqib ketadi degan tahdidlarni qilgan. Ikkinchi qitim bu hokimiyat beshig'i kelgan chog'da texmo buni aniq deyishga boshladi. Bo'libmi bu shu Danhada ichilgan NATO'ningki bu yig'inda, ya'ni NATO davlatlar liderlarining yig'inida bir raqamni aniq qo'yib qildi. Ya'ni 2030-2035gacha NATO a'zo davlatlari shu davlatning ichki ishlab chiqarish mahsulotining kuchining %5'ini bu chiqarish lozim deb. Xo'sh. Hozir NATO davlatlarining ichida %1'ga erishganmi ko'p emas hamda. Keyingi bir yilning ichida misolga Germaniyadek davlat biroz o'stirishga boshladi, Angliya ham o'stirishga boshladi. Poloniya degan davlatlar o'stirishga boshladi. Turkiya ham keyingi 10 yilda shu qurol ishlab chiqarishda kuchlangan siri buningga sog'lom mablag'lama ko'paygan bo'ldi. O %5 deganining %3.5'i maxsus shu qurol va mudofaa uchun xarjlangan. Qolgan %1.5 bo'lsa, shu mudofaa bilan munosabatlik ba'zi ishlab chiqarish mahsulotlarni yaratish uchun xarjlanmoqda. Bu yerda texmo bu aniq raqam jihatda aniq ko'rmak uchun bir ikki davlatning misolini beray, bu qanchalik bir pul bo'lganligini tushunish uchun. Misolga Amerikaningki mamlakat ishchi bu ishlab chiqarish kuchininki, ya'ni bunda degan chog'da Krim deyli. Xo'sh. 32 trilyon 385 milyar dollar Amerika. Bununki %5'i qancha bo'ldi deganda 1 trilyon 620 milyar dollar bo'ladi. Bu Amerika eng ko'p bo'lgan. Agarda Ispaniyani oldigan bo'lsak, Ispaniya 2 milyardan jiq bu Krim bor. Bununki %5'i degan chog'da 104 milyar dollar bo'ladi. Yani 104 milyarni shu mudofaaga xarjlash lozim. Turkiyani misolga olsak, Turkiya 1 trilyon 640 milyar dollar GDP'si. Ama %5'i degan chog'da 82 milyar bo'ladi bu. Xo'sh. Bu yerda Hollanda, yani onunki biraz az, yani Avrupa devletleri qaraganda o Krimni GDP 1 trilyon 500 milyar etrafında. O eğer %5'ini çıkarılan olsa bu 72 milyar .5 olurdu. Yani bunda çıkan çağda bu 32 a'zo devletler eğer de muşna pulunu töylese neçe trilyon dolarlık buludu. Bu hiçbir devlet bunda harbiy xarjlangan pulni chiqaramaydi. Meyli Rusya, meyli Xitoy bo'lsin. Shuningga bu agarda 2030-2035'te mushunchalik bir pulni chiqara olsa, bunga qarta yangi harbiy qurol texnologiyasi, harbiy tuzumi, harbiy nazariyasi, urush nazariyasi, harbiylarni qanday tarbiyalash, bularni o'xshash bir nizomda, o'xshash bir tuzumda bularni yetiştirish degandek shu programmalarni qila olgan taqdirda dunyoda hamda tarixdan beri dunyoda bunda bir kuchli bir harbiy kuchi bo'lmaydi hamda. Xo'sh. Bu kuchlar Rusiyani nima to'xtatalaydi, qo'rqitalaydi hamda kelgusiga qarta Xitoyga
bir takabul turalaydigan yoki Xitoyga bir harbiy jetdan bisim ishlatadigan bir kuchga aylandi. Ama bu emilleşelemdi degan mesele var. Xo'sh. Hazırdılar mesela bu yıldan qaraydigan bo'lsak 7-8 devlet %2'ga chiqarmadi. Shunga ba'zi devletler bunga qarshi chiqyapti. Misalga bayağı degan İspanya deymiz, İspanyol deymiz. Ondan keyin bu Hungariya deymiz. Bular qarshi chiqyapti. Biz bilemaymiz bunchilikni. Bizga bo'lgan tahdidni ko'ramayapmiz. Rusya, Xitoy bizga qanchalik bir tahdid qila oladi deb uni bahona qilyapti. Shuningga bu Trump bu yig'inga bek achchig'i bordi, bek norozilikdi. Shuningga bu da kelmayman bu haqlar mening deganlarimni qilmaydi ekan. Oxiri shuning bilan Turkiyada Cumhurreis Erdo'g'an Trump bilan bir yaqinligi bo'lgandan keyin Trumpni chaqirsa, Trumpning ko'nglini bir olsa, ko'nglini bir yasab qo'ysa, undan keyin yig'inma hammamiz bir so'z bersak 2030-35gacha shu Trumpning deganini qilsak deb va'da bergandan keyin Trump kelgan bo'ldi. Trump kelib hamda yig'inga qatnashdi. Eng muhim yig'in 3-4 soat devam qildi. U yerdan chiqqandan keyin Trumpning bir ifodasi bor deydi. Bek inoq o'tdi bu yig'in. Bu devletlar bek arası bek inoqlikka men bularni ko'rib bek xursand bo'ldim deydi. Demakki bu qadimgi yig'inga biroz memnun deb turdi Trump. Demakki abaqa degan ochiq planlar veya maxfiy planlar bu yig'inda Trumpni memnun qilgan deb bo'ldi deb ko'rsak bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh, xo'sh.